Ben Ürümçi'de bir senetkar ailesi dünyaya geldim. Başlangıç ve o'rta maktablarni Ürümçi tamamlagandan keyin Sharq Turkiston Universitetining Adabiyot fakultetiga 86-yili qabul qilindim ve shu yili yani davlat tarafidan Pokiston Xalqaro Islom Universitetiga o'qishga kiritildim. 86dan 89ning oxirigacha Pokiston Xalqaro Islom Universitetida ilm tahsil qilish bilan hayotim o'tdi. Vatan qaytgandan keyin 1990-yildan taki vatandan ayrilib Yaponiyaga kelgichi bo'lgan 2001-yilgacha bo'lgan aralıqda men vatanda chiqargan Uyg'ur klassik adabiyot tadqiqot jurnali Buloq jurnalida muharrir bo'lib xizmat qildim ve bu jarayonda nurg'unlagan Chag'atay tilidagi asarlarni hozirgi zamon Uyg'ur tiliga tayyorlash ve shundoqla Chag'atay adabiyotida bir qism tadqiqotlarni elib berish, ilmiy muhokama ishlari bilan shug'ullandim. Bu jarayonda o'zimning bir qism adabiy asarlarimni, she'rlarimni ve bir kısım tercüme eserlerimni vatanda kitap qilib nashrga tayyorladim. Endi 2001-yili 5-ayning 15-kundan tortib ta hozirgacha bo'lgan aralıqda Yaponiyada yashayapman. Masterlik ve doktorluk unvonlarini Yaponiyada tamomlagandan keyin Kagoshima Xalqaro Universitetida xalqaro madaniyat bo'limida xizmat qilib kelyapman, o'qituvchilik qilib kelyapman. Bu jarayonlarda yani Yaponiyada saqlanayotgan Uyg'ur tarixiga oid nurg'unlagan materiallarni ratlash, bularni nashrga tayyorlash ve bu haqda tadqiqot elib berish ishlari bilan shug'ullanyapman. Bu yil 1-ayning 9-kuni Yaponiya Turkiya munosabatidagi oid bo'lgan ba'zi bir projelarni ishlash yuzasidan men Yaponiyadan Turkiya Çanakkale 18 Mart Universitetiga proje ishlash ve shundoqla ders o'tish bilan bu 3 yillik programmaga Türkiye'ye geldim. Hazır Türkiye'de yaşayapman ve bu üniversitede ders o'tyapman. Shundoqla aralıqda bazı projelerimiz için Yaponiyaga berib kelib turyapmiz. Hakikaten yani insan ömrünün 3'ten biri hesaplanadigan davriniz Yaponiyaga chiqqan vaqtni hisoplasak mı? O'tibdi 20 yılga yaqin vaqt hamda. Yaponiyadagi Sharq Turkiston davosining biraz ahvolidan bir ma'lumot bergan bo'lsangiz. Yaponiyada Sharq Turkiston davasının ahvoli, yani mundaqcha aytganda tarix nuqtasini aytgan vaqtida dunyoning har qanday yeridagi Sharq Turkiston davosidan uzoq tarixiga ega bir davlat. Çünkü 1933-yili Sharq Turkiston Islom Cumhuriyati yemirilgandan keyin Sharq Turkiston Islom Cumhuriyatining generali bo'lgan Mahmud Muhiti bir qism odamlarni elib Qashqardan Hindistonga o'tmoqchi bo'lib Ladakh keladi. Ladakh kelgandan keyin ba'zi bizning yurt kattalari, masalan Sharq Turkiston davosining buyuk liderlaridan biri bo'lgan Muhammad Emin Bo'g'raning yo'l ko'rsatishi bilan 1939-yili 5-ayning 19-kuni ular Shanxay orqali Yaponiyaning Kobe'ga kelib, Kobe orqali Tokyoga qaytib keladi. Ya'ni Sharq Turkiston Islom Cumhuriyatining vakillaridan tashkillangan 15 kişilik bir heyet 1939-yili 5-ayning 19-kuni yani Tokyoga yetib kelib Sharq Turkiston davosini boshlaydi. Yani Sharq Turkiston davosining Yaponiyaga kelib bu vaqtda izlanish ve bizningki Sharq Turkiston Islom Cumhuriyatininki 15 kişilik bir heyetining kelishiga albatta yo'l ko'rsatuvchilardan biri bo'lgan Muhammad Emin Bo'g'ra. Muhammad Emin Bo'g'ra o'zininki yani Kabuldagi hijratdagi hayotida Kabuldagi Yaponiya bosh elchisininki suhbatlarda Sharq Turkistonning mustaqilligi, Sharq Turkiston davosiga yordam, yani yordam deganimizda moddiy ve ma'naviy jihatlardan yordam so'rab Yaponiya bosh elchisi bilan 15-16 qatimliq suhbatlarni o'tkazish orqali Yaponiyaga dastlabda Sharq Turkiston Islom Cumhuriyatining generali bo'lgan Mahmud Muhitining Yaponiyaga kelib bu haqda suhbat o'tkazishni havola qiladi. Yani bu Mahmud Muhiti boshchilik kelgan kishilar Muhammad Emin Bo'g'raning yo'l ko'rsatishi bilan Yaponiyaga kelganligi uchun Yaponiyada Sharq Turkiston davosining boshlanishiga, yo'l ichishiga sababchi bo'lgan odam Muhammad Emin Bo'g'ra. Muhammad Emin Bo'g'raning yani yo'l ko'rsatishi bilan Mahmud Muhiti qatorliq 15 kishi Tokyoga kelib, yani Sharq Turkiston mustaqilligi uchun Yaponiyadan moddiy ve ma'naviy yordamlarni talab qilib 1939-yildan boshlab Sharq Turkiston davosini Yaponiyada boshlaydi. Yani Yaponiyada başlash jarayonida bular moddiy ve ma'naviy jihatdan
bir qism yordamlarni talab qilgan bo'lsa-mu, shu vaqtdagi dunyo vaziyatining bir qism sabablardan bular moddiy va ma'naviy jihatdan yordamga erisholmay, Mahmud muhiti, ya'ni vatanga qaytishga majbur bo'ladi. Mahmud muhitining maslakdoshlaridan bo'lgan Mahmud muhitining urdu tili tarjimoni Qashqarlik Turdibekzod degan kishi va Mahmud muhitining aksi Muslaji muhitlar ular Tokioda qilib, Sharq Turkiston istiqlol markazini qurib, bu davoni rivojlantirdi. Sharq Turkiston istiqlol markazini qurgan vaqtida Mahmud muhiti, ya'ni o'zi bu markazning muavin raisligiga Kabul turayotgan Mehmet Emin Bo'hroni raislik qilib tayinlab, bu davoni davomlashtirdi. Bu davo Mahmud muhiti vatan qaytgandan keyin Muslaji muhiti To'xtabekzod qatorliq vatanso'yar Sharq Turkistonliklar tarafidan ilib berilib, 70-yilga kelgan vaqtida bular orqa-orqadan kasal sababidan vafot bo'ldi. 70-yildan keyin bular vafot bo'lgandan keyin Sharq Turkiston davosining buyuk liderlaridan Aysa Yusuf Aliptekin efendim Türkiye'den Yaponiyaga kelib, bu davoni anglatish, bu dava işlerini davomlashtirishni olib bordi va bu jarayonida Yaponiyaning Tokiodagi Tamoq qabristonligidagi Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining vakillaridan Muslaji muhiti, To'xtabekzod qatorliq kishilarning qabrisini ko'rib, bu qabrlarning noiti yomg'ir ichida qolganligini, buzilib ketganligini ko'rib, ya'ni Yaponiya ziyoratidan keyin Aysa Yusuf Aliptekin Türkiye'ye kelib, Türkiye'deki vatandaşlar, Saudiyadagi vatandaşlarga Polat Qadiri orqali bir maktub yo'llab, bu mazarlıqni yasash va bularning qabrisini asliga keltirish faoliyatlarini olib bordi. Aysa Yusuf Aliptekinninki, ya'ni bu faoliyati orqali hozirgi Yaponiyada saqlanayotgan Mahmud muhitining aksi Muslaji muhiti, To'xtabekzoda va bir qism shu vaqtdagi a'zolarning qabrisi nihoyatda chiroyli saqlanmoqda. Xo'sh. Biraz keyniga qaytsam, Yaponiya to'g'risida yana paranglashimiz. Siz Pokistonda o'qidingiz, Xalqaro islom universitetida. O'qigan kasbingiz nima edi? Undan keyin o'qish bitirib vatan qaytib kelib uzun yil xizmat qildingiz. Xizmat qilib sizni vatandan tashlab 2001-yili Yaponiyaga chiqib ketishga qaror og'izgan narsa nima edi? Xitoyningki besimlari sababli yoki bu yerdami? Albatta buni Xitoyning besimidan deb qarashga bo'ladi. Biz Pokistonda o'qiyotgan vaqtimizda Xalqaro islom universiteti, ya'ni Islomobodga joylashgan, uningdan boshqa Pokistonning har qaysi shaharlarida nurg'unlagan o'quvchilar o'qiyotgan. Shundoq bir kuchli qo'shin, yoshlar qo'shini shakllanganligi uchun biz 88-yili Pokiston tunji qitim hozirgi shu Saudiya Arabistonida yashayotgan do'stimiz ustoz Sirojin Azizi, İstanbul'da yaşayotgan Abduhalil Abidjan, shundoqla Abdulahad Xushqun qatorliq bir qism jangovar yoshlar bilan biz Umid jurnalini chiqarib, Misr va shundoqla islom ellarida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarga vatanparvarlik tarbiyasi va vatanparvarlik tuyg'usi beradigan asarlarni e'lon qilgan. Bu asarlar e'lon qilinish orqali bizning yoshlarning o'zaro tashkilladi. Yani Sharq Turkiston davosini kelajakda qanday elib berish va bu davoni qanday rivojlantirish haqida ba'zi bir fikrlarimiz nihoyatda o'tkir bo'lganligi uchun shu vaqtida men 89-yil 10-oyda Qashqar etiladigan xalqaro qutatqu belik yig'ini chaqirilib taklif qilindim va bu yig'inda men qutatqu belik dastonidagi dramatik aloyidliklar degan maqolamni o'qidim va o'qigandan keyin Xitoy hukumatining meni chet elga chiqarishi shu vaqtida shu Umid jurnalininki nashr qilinish ma'nosi bilan meni to'xtatib qo'ydi. To'xtatib qo'yish jarayonida mening yana bu Umid jurnalining chiqarilish ahvoli va shundoqla bizning ilib borgan harakatimiz sababchi bo'lganligi uchun men vatandan yana Pokistonga kelib o'qish ishini davomlashtirolmadim. Uningdan keyin vatanda yana Buloq jurnalining Çağatay tili edebiyatida ishlash va Çağatay tili edebiyati tadqiqoti ilib berish fursatiga erishdim. Albatta shu vaqtdagi ustozlardan bizningki atoqli Çağatay tili edebiyat mutaxassislaridan Mehmet Tursun Bavudun, Makturdin Mirza Ahmad, Mirsulton Osmonov
Rahmetullah Cari qatarlıq ustazlarning, shularning tavsiyasi, shularning yardım bilan bu xizmatni qilish fursatiga ega bo'ldim. Shu jarayonlarni ishlash jarayonida biz yana nashriyatda kitob tayyorlash, asar tayyorlash jarayonida nurg'unlagan o'tganlardan o'tamiz. Bo'libmi klassik adabiyotdagi yani ba'zi diniy atalg'ular, diniy ideyalar shakllangan klassik asarlarni o'z aynan hozirgi zamon Uyg'ur tiliga og'dirish va hozirgi zamon Uyg'ur tiliga nashr qilish imkoniyati asosiy jihatdan bo'lmaganlikdan nurg'unlagan taraflarni o'zgartirish va asarlarning nurg'unlagan taraflarni chiqarib o'tish, qisqartirish qatorliq Xitoyning siyosiy besimiga majbur uchraymiz. Biz o asarlarni tarjima qilish va o asarlar nashr jarayonida o'zimiz shohid bo'lganligimiz uchun Xitoyninki Uyg'urlarning ideologiyasini, bulupmu edebiyatı, san'ati, tarixini bastırışının qadam kuchayganligini his qilganligim uchun shu vaqtida menga Yaponiyaga kelib 2001-yil Yaponiyaga kelib o'qish nasib bo'ldi. Shu o'qish nasib bo'lgandan keyin shu 2001-yildan ta hozirgacha vatanga qaytmadim. Ya'ni Xitoy hukumatiningki bizning adabiyotimiz va tariximizga qilayotgan shu vaqtdagi bastırış siyosatiga biz shohid bo'lgan va o'z ko'zimiz bilan ko'rgan. Yalnız shu vaqtning o'zida Turg'un Almas tarix olimiz Turg'un Almasning 3 kitobi Valla tarixi, hozirgi zamon Uyg'ur adabiyoti va Uyg'urlar nomli kitob toza Xitoy hukumati tarafidan tanqidlanayotgan, yuqori bosqich ko'tarilgan mazgil bo'lganligi uchun bu ishlarni biz o'z ko'zimiz bilan ko'rib, Xitoy hukumatining ya'ni Uyg'ur adabiyoti va san'atini bostirishning kundan kunga kuchayotganligini his qilganligimiz uchun biz chet elga qaytib, ya'ni bu yerda o'qishni davomlashtirdik. Biz o'qishni davomlashtirish jarayonimizda bu vaqtda meningki qadrli og'aynam Abduqodir Jaloliddinmi Yaponiyada edi. Biz birlikda fikr almashtirib, birlikda suhbatlashib qildik. Keyin Abduqodir Jaloliddin vatanga ketishga majbur bo'ldi, vatanga qaytib ketdi. Men o'qishni davomlashtirib Yaponiyada qolib qoldim va Yaponiya garajdoni bo'ldim. Hozirgacha ya'ni Yaponiyada yashayapman, Turkiyaga kelib bu yerda proyektlarni ishlayapman. Bizning ishlayotgan proyektlarimiz bo'lsin va Yaponiyada ilib berayotgan tadqiqotlarimiz bo'lsin. Sharq Turkiston davosining yani tarihi arka görünüşü, Yaponiyada qanday qilib berilgan, masalan, ayni vaqtdagi bir qism qo'lyozmalar bor. Muhammad Emin Bog'raninki Yaponiya bosh elchisi bilan Kitada bilan o'tkazgan suhbat xotirlari, ya'ni Kabuldan Tokyoga yo'llangan maxfiy telegrammalar degan maxfiy sifirlik nomerlar bilan Tokyoga yo'llangan. Tokyodan ya'ni bu Yaponiya tashqi ishlar ministrligi. Ular yo'llanib bu dokladlar qilingan, bularning qo'lyozmalari va ular bilan o'tkazgan bir qism suhbatlar Muhammad Emin Bog'raning bular qo'ygan Sharq Turkiston davosidagi talablari, shundaqla Mahmud Muhitining aksi Muslaj Muhiti, To'xtabek Zoda qatorliq kishilarning bu davo uchun qo'shgan töhfatlari 70-yillardan keyin Aysa Yusuf Olibtekinning Yaponiyada ilib borgan siyosiy faoliyatlari, ya'ni Aysa Yusuf Olibtekinning Yaponiyada Sharq Turkiston davosini anglatish uchun qo'shgan töhfatlari bu tarixiy izlarimizning ya'ni şahitleri bo'lgan bir qism tarixiy qo'lyozmalarni nashrga tayyorlash va bularni raddash ish bilan elib beryapman. Inshaalloh Alloh nasib qilsa bu asarlar pat yaqinda ya'ni Sharq Turkiston iznolari nomli to'plam bilan kitobxonlar bilan yuz ko'rishi deb o'ylayman. Ya'ni mening tadqiqotim garchi maxsus bu haqda bo'lmasa-mu, o'zimning kasbidan sirtqi vaqtlarda meningki ya'ni tadqiqotim, ya'ni meningki doktorlik olgan vaqtim, ya'ni adabiyot kasbida bo'lsa-mu, ya'ni bu tarix nuqtasidan bu narsalarni men bir Uyg'ur millati bo'lganligim uchun bu iznalarni yo'riqlik chiqarish. Yalnız ya'ni Sharq Turkiston davosining emas, shu vaqtda kelgan, masalan Turkiyadan kelgan Abdurashid Ibrohimningki tarixiy faoliyatlari, Turkiston davosi qo'shgan töhfalari, shundaqla shu vaqtdagi Qozondan, Qrimdan kelgan tatar turklarninki madras qurishi, camilarni barpo qilishi, bularning maktab ichishi, shundaqla Saudiya Arabistonida vafot bo'lib ketgan Muhammad Emin Islom, ya'ni Yaponiya tarixiy kitoblarida Muhammad Emin Qashqarda edi. Bu odamningki tunji qitim Yaponiyada Yeshil uy nomli Uyg'ur tili maktabi ochganligi, shundaqla tunji qitim Suzuki Somiko deydigan yaponiyalik ayolni islom diniga kirgizganligi, bu haqdagi tarixiy ya'ni hujjatlarni nashrga tayyorlash, bularni yo'riqlik chiqarishni hozirgacha izlanib kelyapman. Inshaalloh bu pat yaqinda keng kitobxonlarimiz bilan Alloh nasib qilsa yuz ko'rishi deyman. Haqiqatan qimmatli bir asarlar ekan. Albatta nurg'unlagan uzun yil yashash jarayonida nurg'unlagan shunda siz so'zlab o'tgandek qimmatli materiallarga erishibsiz. Buning xalqimizdan yuz ko'rishi haqiqatan favqulodda bir yuqori bir
foydali bir ish deb qarayman. Oxirgi gapingizdan yo'lga chiqsak, Yaponiyada Sharq Turkiston da'vosi qaysi shaklda elib berildi? Yaponiyada ilib berilayotgan Sharq Turkiston da'vosi, ya'ni Yaponiyada tunji qurilgan Yaponiya Uyg'ur jamiyati va undan keyin qurilgan Yaponiya Uyg'ur birligi va undan keyin qurilgan bir xil Uyg'ur akademiyasi tashkilotlari va undan boshqa Uyg'urlarningki No'ruz mashribi deydigan uyushmalar va bu o'xshamagan tashkilotlar garchi siyosiy nuqtalardan ko'z qarashlari o'xshash bo'lmasa Yaponiyada yana aniq bo'lmagan statistikalarda 3000 atrofida va ba'zida 2000 atrofida Uyg'urlar bor deydi. Ya'ni bu Uyg'urlarning ba'zilari o'quvchi, ba'zilari shu yerga yerlashib qolgan, ba'zilari qisqa vaqtli xizmat va tadqiqot bilan kelganda, endi o'xshamagan tashkilotlarimiz bor. O'xshamagan siyosiy faoliyatlarni olib beryapti. Endi buningda shu vaqtning o'zida qurilgan eng ko'p tashkilotlarimizdan biri bo'lgan Yaponiya Uyg'ur jamiyati va Yaponiya Uyg'ur jamiyati nayt jonliq faoliyatlarni olib beryapti. Hozirgacha bularning faoliyati Yaponiyada jonlanib, Yaponiyadagi Sharq Turkiston da'vosining anglatilishiga nayt cho'ng to'k bilan qo'shyapti. Endi Yaponiyada yani bu jamiyat qurildi va bu jamiyat qurilmasining oldida 2006-yili Uyg'ur milliy harakatining rahbari bo'lgan Rabiya Qadir xonim 2005-yili Xitoy turmushidan qutulgandan keyin 2006-yili Yaponiyaga keldi. Yaponiyaga kelgan vaqtning o'zida hozirgi Yaponiyaning bosh vaziri Shinzo Abe shu vaqtning o'zida erkin Rivlo partiyasining raisi edi. Rabiya Qadir xonim bilan suhbat o'tkazib, Rabiya Qadir xonimning faoliyatlariga destek bergan. Undan keyin 2009-yil 7-oyning 5-kuni 5-iyul Urumchi qatlami yuz berdi. Bu qatlamlar yuz bergandan keyin ya'ni Yaponiyadagi vatanparvar Uyg'urlar va shundaqla va Yaponiyadagi insonparvar tashkilotlarning qo'llashi, shundaqla Yaponiyadagi ba'zi organlarning qo'llashi bilan Rabiya Qadir xonimning Yaponiyadagi 15 oliy maktabda 5-iyul voqeasini anglatish, shundaq bu vaqtda muxbirlar klubida muxbirlarni kutib olish qatorliq nurg'ulg'an faoliyatlar olib berildi. Şu vaqtda Rabiya Qadir xonim yana 15 oliy maktabda 5-iyul voqeasi va shundaqla Sharq Turkiston da'vosini atrofliq anglatganligi uchun 2009-yilning o'zida tunji qitim Yaponiyaning yana to'liq o'rta maktabningki ya'ni jamiyatshunoslik darsligining birinchi bobiga 5-iyul Urumchi qatlami darslik qilib kirgizildi. Bu Yaponiya tarixida ya'ni Cemiyeşnaslık dersliğe bu Uygurlarınki bu meselesinin tuncu qitim siyasi meselesini kirgizgenligide. Bu naiti biz üçün bir çoğun galibi dep qarayman. Ondan başka Yaponiyanın tarihi kitaplarda, medeniyet kitaplarda Uygur medeniyeti, Uygur seneti hakkında bazı malumatlar bolgan bolsa, cemiyeşnaslık hakkındaki bu yani to'liq o'rta maktabning darslik kitobiga tunji qitim kirgizilishi deb o'ylayman. Xo'sh. Yapon xalqining biz Uyg'urlarga shunda siz so'zlab o'tgandek tarixdan buyon ta hozirgacha ya biz millatdosh emas, turklarga o'xshash ko'ngil bo'lishidagi yoki qo'llab qilishidagi ana sabab nima deb qaraysiz? Endi buningdagi sabab har bir davlatningki o'ziningki ya'ni bir strategik plani bo'ladi. Ayni vaqtlarda 30-yillarda Yaponiyaningki davlat siyosatida, davlat strategiyasida Sovet İttifaqı komünistlarga, yani Sovet İttifaqı komünizm hareketiga qarshi turishda Sharq Turkiston Uyg'urlari bizning eng cho'ng hamshirigimiz deydigan bir jumla so'zi bor. Sharq Turkiston yani coğrafiyalik o'rindan Uyg'urlar yani o'zininki coğrafiyalik o'rnining afzalligidan Uyg'ur davosiga sahib chiqish. Bu orqali Sharq Turkistonning yani bu yerda ilib berilayotgan mustaqillik davosi orqali O'rta Osiyodagi bizning Türkiye xalqlariga ta'sir ko'rsatish va shundaqla Sovet İttifaqıning kuchini oziylashtirish, Sovet İttifaqı kommunistlarga qarshi turish yuzasidan shu vaqtda bu strategik plan elib berilgan. Endi shu planlar strategik planlar sababidan yani şu vaqtda Mehmet Emin Bo'g'ra bilan ko'rishish, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining 15 kishilik hayatlari bilan suhbat o'tkazish va Sharq Turkiston strategiya planini o'tirib qo'yib, hatta Yaponiyaning şu vaqtdagi strategik planida Osmanlıning eng oxirgi varislaridan bo'lgan Abdulkerim xonni Yaponiyaga taklif qilib, Yaponiyadan Shanxayga kelib, ya'ni Abdulkerim xonni Sharq Turkistonga podshoh qilib tayinlab, Osmanlıning hokimiyatini tashkillab, Sharq Turkiston orqali O'rta Osiyoga taraqqiy qilib, ya'ni Buyuk Turkiston davlatini qurish Yaponiyaning shu vaqtdagi harbiy strategik planlaridan biri edi.
Bu strategik planlar, yani Yaponiya urushda mag'lubiyatga uchragandan keyin bu strategik planlar uzilib qoldi. 70-yilda Mehmet Aysa Yusuf Aliptekin bu davoni davomlashtirish uchun yani Yaponiyada bir qism faoliyatlarni elib bordi. Elib borgandan keyin yani bir qism bu orliqda Yaponiyada Sharq Turkiston davosi uzilib qoldi-da. Keyin Yaponiya bilan Xitoyning o'rtasidagi Senkaku orollari masalasi o'tirg'i chiqish bilan zamin chiqish bilan 84-yildan boshlab bir qism Sharq Turkistonlik o'quvchilar o'qish fursatiga erishdi. Buning bilan Uyg'urlarning nopos soni oshib bordi. Shuning bilan birga, ya'ni Yaponiyaning Xitoy bilan bo'lgan orol masalasining kuchayishi va Xitoyning o'zining tarixiy dushmani va zamin masalasida bir dushmanlashish, o'sish strategiyasi bo'lganligi uchun yaqinqi zamonning o'zida Uyg'ur masalasiga destek berish, Uyg'ur Sharq Turkiston davosini qo'llash. Bu masala Yaponiyada bir umumlashgan masala bo'ldi. Yaponiyada, ya'ni Yapon xalqi Uyg'urlarning tarixini, bo'libmi Ipak yo'l tarixini nihoyatda burundan tortib tadqiq qilib kelganligi uchun Uyg'ur tarixini tadqiq qilish Yaponiyada o'xshamagan davrlar, masalan, Buddizm davri, Islom Qaraxonlar davri, o'xshamagan davrlarda o'xshamagan tadqiqotchilar Yaponiyada Uyg'ur tarixini mukammal elib borganligi uchun Uyg'ur tarixdan buyon Uyg'ur, ya'ni Yaponiya jamiyatini nihoyat yaxshi tanilganligi uchun Yapon xalqi Uyg'urlarni nihoyat yaxshi taniydi. Bu yüzden, yani Yaponlar Uyg'urlarga hesdashlik qilish, ya'ni bu Sharq Turkistondan iborat bu büyük bir zaminning Xitoyning zamin emas ekanligini, ya'ni bu zaminning besibilingan bir zamin ekanligini, ya'ni bu zamindagi kishilarning 39-yildan tortib hozirgacha bo'lgan orliqda Yaponiyadan moddiy va ma'naviy yordam talab qilib 33-yili va 44-yili asli qurilgan ikki jumhuriyatini asliga keltirish uchun Sharq Turkistonliklarning to'xtamay mujodala qilayotganligini, ya'ni bularning jasoratini va bularning g'ayratini, ya'ni Yaponiya jamiyatida keng tashviq qilinganligi uchun Yaponlar va shundoqla Yaponiyadagi bir qism insonparvar kishilar hozirgacha Yaponiyadagi Sharq Turkiston masalasiga destek beryapti. Buning bir misolini olib olsak, yaqinda o'tkazilgan 6-oyning 28-kunidan 29-kunigacha Yaponiyaning Osaka shahrida o'tkazilgan G20 yig'ini, ya'ni taraqqiy topgan 20 davlat yig'ini mezgilida Yaponiyada, ya'ni Uyg'ur davosiningki, ya'ni Sharq Turkiston davosiningki u yerda keng anglitilishi, hatto G20 ichilayotgan maydonga bizningki Uyg'urlardan maxsus vakillardan biri kelib, Sharq Turkiston davosi haqidagi tashviqot varaqlarini tarqatishi va bu fursatni berganligi albatta Yaponiya hukumatining, Yapon xalqining Sharq Turkiston masalasiga, jumladan Uyg'ur kishilik huquq masalasiga ko'ngil bo'lganligidan darak beradi. Uningdan boshqa 6-oyning 24-kunidan 27-kunigacha Yaponiyaning Osaka shahrida Uyg'ur ziyolilar anjumanining tashkillashishi bilan Türkiye Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Yaponiya Xalqaro Kagoshima Üniversitesi'nin sahipxonligida Amerikadagi George Washington Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi'nin ve shundaqda Angliyadagi bir qism mutaxassislar, Yapon mutaxassislarining qo'shilishi bilan 6-oyning 24-kundan 27-kunigacha Osakada, yani anjuman, Uyg'ur ziyolilar anjumanining tashkillatishi bilan, yani konferans o'tkazilib, lager masalasi, Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati bu haqida 3 kunlik konferans berildi. Bu konferansdan keyin Uyg'ur Milliy harakatining rahbari Rabiya Qadir xonim boshchiligidagi Hindi Tinch okean birligi tashkilotining o'rlashtirishi bilan Yaponiyada namoyish olib berish, bu da'vo haqida, ya'ni Tibet, Uyg'ur, Mo'ng'ul masalasi haqida, ya'ni muxbirlarni kutib olish faoliyatlarini yaxshi olib berildi. Bu faoliyatlar ko'plab ko'rsatildi. Albatta bu faoliyatlar jarayonida Yaponiya Uyg'ur jamiyati, Yaponiyadagi bir qism Uyg'ur yoshlari, Yaponiyada xizmat qilayotgan Sharq Turkistonliklar jangovarlik bilan o'zining moddiy va ma'naviy kuchini chiqarib, Osakada bu namoyishlarning muvaffaqiyatga olib berilishi, bu konferanslarningki nihoyat ko'ngilli o'tkazilishiga Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz nihoyat kuch ko'rsatdi, nihoyat o'zining fidokorligini bildirdi. Bu Yaponiya jamiyatida, masalan 2009-yil 5-iyul qatnomidan keyin eng keng ko'lamda tashviq qilingan gazet jurnallardagi bir faoliyat bo'ldi deb qarayman. Xo'sh. Yaponiyada qurilganligi uchun siz ham so'zni qilib qoldingiz. Mushadan bir so'rasam. Sobiq Dunyo Uyg'ur qurultayiningki rahbari Rabiya Qadir xonim keyin emidan vazifasidan ayrilgandan keyin bu Yaponiyada siz tilg'ab o'tgan Hindi Tinch okean
bu cemiyetniki beşi o hazır hem de. Reisi o. Bu teşkilat qanday teşkilat? Yaponiyada qurilganligi uchun siz ham de nayt tafsili bilib qaraman çünkü Rabiya Qadir xonim bilan suhbat elib berishda fursat bo'lmadi. Bu teşkilat qanday teşkilat qanday bo'lib bu teşkilatning ustiga bir Uyg'ur ayol kelib qoldi mesela. Bunu bir anlatırız. Yani Hindi Tinch Okean İttifakı Teşkilatı 2018 yılı kurulgan bir teşkilat. Bu teşkilat 5 taraftan yani. Tibet, Mongol, Uygur, Tayvan, Vietnam. Hazırki vakitin özüde Hong Konglukla bulamı katnaştı. Asaslığı 5 taraf yani Xitay assimilyatsiyasi, Xitay besib olgan zimin meselesi var 5 taraftan ki birleşişi bilen Yaponiyaning sahipxonligida Yaponiyada qurilgan teşkilat. Yani bu teşkilat yalnız Uygur Şarq Türkistan meselesi emas. Bu teşkilat Tibet meselesi Xitayga qarşı. Yani Asiyada tinchlikni asliga keltirdigan. Yani Asiyada mesela bu teşkilatlarga destek vergen bir kısım teşkilatlar var. Asiya Büyük Asiya Güç Teşkilatı deyimiz. Bir kısım insanperver teşkilatlar var. Bu teşkilatlarning destek verişi ve şundaqla Yaponiyadagi bir kısım organlarning ki qo'llashi bilan bu teşkilat qurilgan. Bu teşkilatning asosli meselesi maqsadi Xitoydagi zimin meselesi var. Xitoy ishg'ol etdiki, ya'ni Xitoy ziminni besib olgan, Xitoy davlatini besib olgan. Asosligi Tibet, Uyg'ur, Mongol 3 millat meselesini, zimin meselesini maqsad qilib turib qo'shilgan. Yani qurilgan bir teşkilat. Bu teşkilatga yani elbette Uyg'urlardan Rabiya Qadir xonimning tunji qitim rais qilib saylanishi Sharq Turkiston davosining Yaponiyada yani Tibet, Mongol meselelari qaraganda Sharq Turkiston davosining eng yuqori pallaga ko'tarilganligi. Yani Sharq Turkiston davosininki Yaponiyadagi ta'sir kuchi ve shundaqla Sharq Turkiston davosining hozirgi vaziyatning o'zida dunyoning kun tartibiga kelgan bir halkılık meselelerden biri bo'lganligi uchun Rabiya Qadir xonimni buni rais qilib sayladi deb qarayman shu vaqtda. Xo'sh, endi nima kirsak shu sinovdadir Yaponiyadagi universitetda o'qitayotgan, dars o'tayotgan kasbingiz qaysi va Turkiyadagi Çanakkale 18 Mart universiteti nima qilyapsiz mesela? Endi Yaponiyadagi bizning universitetga asosli kasb bizning xalqaro madaniyatlar, ya'ni madaniyatlar to'qinishi deymiz, madaniyatlarning almashtirilishi deymiz. Mushaqtiriki. Hozir men Turkiyaga kelgandan keyin Turkiyada o'tayotgan asosli darsim Yaponiya va Turkiya munosabatlarining tarixiy arx ko'rinishi. Bular qanday shakllangan, qanday rivojlantirish kerak? Yaponiya bilan Turkiya orasida qanday o'quvchi almashtirish, madaniyat almashtirish, bu faoliyatlarni qanday tashkillash? Shundaqli bu yil Yaponiyada Türk medeniyet yılı, Türk kültür yılı başlandı. Bu münasebet bilen biz bir kısım programlarını Yaponiyada orladık. Bir kısım Yaponiya medeniyetine ait programlarını Türkiye'de orladık. Ve bu yılın ahırda yani 11. ayda, 10. ayda bir kısım Yaponiyada ilip bardıgan Türkiye'nin üniversiteleri bilen birlikte ilip bardıgan bir faaliyetlerimiz var. Bu faaliyetlerini işleş şu mening projekt sayımda boğalık için men dersden sırtqa vaqtlarda bu proyektlarni davomlashtirish, bu proyektlarni ishlash bilan shug'ullanadi. Qutlug' hamda shu bilasiz bo'libmi Turkiyada bizning ona tilini saqlab qolish masalasi haqiqatan sizning tilingizning bu qadar ravonligi, bu qadar 20 yil Yaponiyada yashab vatanga bir qatam qaytib boqmay turib albatta qalam egisi bo'lganligingiz, davomli millatingiz uchun bir narsa yozayotganligingiz albatta bir cho'ng bir turtki bo'ldi tilning saqlanib qolish uchun. Nurg'un davlatlarda eng cho'ng masalamiz muhojirat hayotidagi Uyg'urlarniki. Bo'libmi Turkiyadagi yada tilimiz bak yaqin bo'lganligi uchun bir qancha yil o'tmay farzandlarimizdan tortib bu til masalasini yo'qotib qo'yish, aralashtirib so'zlash masalasini ig'ramdi. Yaponiyadagi butun xalqimiz Uyg'urlarmi shunda uzun yil yashagan bo'lsa-mu sizdek gap qilalamdi. Bu tilni saqlab qolish uchun nimalarga diqqat qilish kerak? Masalan, sizcha? Elbette Yaponiyada yaşayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarımızdan tilini saqlash jihatda zo'r kuchlarni chiqaryotadi. Ko'plagan oilalarda yani Uyg'ur ana tilida so'zlash, yani bizning No'ruz faoliyatlarimiz deymiz, Qurbon hayit, Ro'z hayit faoliyatlarimiz Tokyoda necha yuzlagan Uyg'urlarning birlashishi bilan an'anaviy kiyimlarimizni kiyib, ana tillarimizda özümüzün san'atini bayon qilib bu davomli o'tkazilyotdi. Masalan, No'ruz bayrami Tokyoda nihoyatda hashamatli o'tkazildi. 300 Uyg'urlar bir yerga to'planib, No'ruz haqidagi she'rlarni bolalarga yodlagizish,
No'ruz haqidagi tushunchalarni berish, No'ruzdan qanday kelib chiqqanligi haqidagi bu tarix orqa ko'rinishlarni anglatish. Bu haqda ular bilan yana bolalarga savat berish, bu haqda nihoyat atrofli qilib boradi. Uningdan boshqa vaqtlarda yani bolalarga Uyg'ur tilini o'rgatish, o'zining kimligini saqlashda nihoyat oilalarda bo'libmi onalar zo'r kuchlarni chiqardi deb qarayman. Uyg'ur ona tilini saqlashda, Uyg'ur ona tiliningki, ya'ni soplig'ini shundaqla buning davomlashishi uchun hammadan muhim kuch oila. Oila. Albatta bizning bolalar farzandlarimiz teshida Yapon madaniyati va yaponlar bilan yashaydi va yaponlar bilan o'qiydi. Ammo bu so'g'idin kirgandan keyin oiladan iborat bu bir kichik oila bizning Yaponiya ichidagi oilamiz bir kichiktilgan Sharq Turkistonning modeli. Oila demak mening Sharq Turkistonim. Mening bu so'g'imdan kirgandan keyin albatta har qanday inson shu oilaning egisi ona tilida so'zlash kerak. Mening oilamda qo'yilgan shart. Oila kirgandan keyin har bir Uyg'ur o'zining farzandiga bu so'g'idan kirgandan keyin u uyda cho'qim Uyg'ur tili, ona tilida so'zlash kerak. Bo'lib bizning bolalarimiz shu yerda tug'ildi. Bu bolalarga ona tilida so'zlash. Masalan, yaponcha kinolarni ko'rayotgan bo'lsa-mu, men bolalarim qo'ygandim. Mashina Uyg'urchaga tarjima qilib qilinglar degan mash talabni qo'yaman. Boshlang'ich o'qiyotgandan tortib qo'chaq filmlar bo'lsin, boshqa filmlarni Uyg'ur tiliga menga tarjima qilib berdi. Ma atalg'ini manda qalasan, ma bu Uyg'ur tilida mandaq deymiz, ma'ni mandaq deymiz deganni ba'zan jihatda men yordam qilaman. Undan keyin bolalar uningdan sirtqi vaqtlarda, oqshomlarda bizning masalan nashr qilingan suratli ko'chaklarimiz bor. Qahramonlarimiz haqida chiqqan kichik bolalar kitoblar bor, bolalar tilida yozilgan. Bu kitoblarni bolalarga o'qib berish. Bolalarga ko'chaklarimizni anglatish. Bolalarga, ya'ni uyning ichida dutta, ravab, chalg'u asboblarimizdan kichiktilgan nusxalarini esish. Tarixiy suratlarimizni esish. Bu orqali chalg'u asboblarimizni, kiyim-kechaklarimizni uyda namoyon qilish orqali oiladan iborat bir kichiktilgan Sharq Turkistonning modeli orqali o'zimizning madaniyatini, o'zimizning tilini saqlashtirishimiz kerak. Chunki bu madaniyatning sohibi Sharq Turkistondan iborat bu tuproqning sohibi biz. Buni biz chet elga chiqib boshqa millatlarga assimilyatsiya bo'lib, buni biz bolalarimizni assimilyatsiya qilib yetishning o'zi biz o'zimizni yuturganlik bilan iborat. Biz Xitoydan iborat bir kuchli davlatdan besivilingan Sharq Turkiston tuprog'ini tortib olib deydigan mujodilani davomlashtirayotgan bir insonlar bo'lganligimiz uchun albatta o'zimizning ona tilini, madaniyatimizni oilada saqlashtirishimiz kerak. Oila nihoyatda muhim. Masalan, bolalar ona til maktablariga borsa, ona til maktablari haftada bir qatim bo'ladi, 2 haftada bir qatim bo'ladi. Ba'zi vaqtlarda bolalarning faoliyati bo'lish jarayonida bolalar buni nima qila olmaydi-da. Oilada Uyg'ur taomlarini, Uyg'urcha tomoq, Uyg'urcha ona tilida qilsa, yemakdimi Uyg'urning tomog'i orqali bolalarga kirayotgan quvvatmi? Ya'ni yemaklikmi o'ziga madaniyatning bir qismi, insonga ta'sir qiladi bu bolalarga. Uyg'urcha yemak yeyish orqali bolalarning tafakkuri Uyg'urcha bo'ladi bu yerda. Yemakning o'zi insonning tafakkuriga ta'sir ko'rsatadigan narsa. Siz masalan Yaponiya jamiyatida Uyg'ur taomlardan jiroqlashib, Yaponiyaning sushisini 10 yil yapira, lag'man polo kabobdan jiroqlashib, sizning tamoman tafakkuringiz yaponcha tafakkur bo'ladi. Yemaklikning tafakkuri ko'rsatadigan ta'sirida biz yemakligimizni, ya'ni taomlarimizni necha ming yillik bu lag'man polo kaboblarimizni assimilyatsiya qilib yo'qotib etmasligimiz uchun, tilimizni yo'qotib etmasligimiz uchun, madaniyatimizni yo'qotib etmasligimiz uchun oiladan iborat kichik bir muzeyxonasida buni, ya'ni qalbimizda ching saqlagandek buni oilada saqlab davomlashtirsak, buni albatta kelajakda bolalarimizni davomlashtirdi deb o'ylayman. Ona tilimizni saqlashda eng muhim omil oilada Uyg'ur tilini so'zlash. Bu oila Sharq Turkiston, bu Sharq Turkistondan iborat bu oilada Uyg'ur tilidan boshqa tilda so'zlash cheklangan degan tuzum bilan bir oilani davomlashtirsak, bizning ona tilimiz ishonamankin hargiz yo'qolib ketmaydi. Hem so'zlash bilan o'rgatishdan ham o'rgatish. Masalan, Uyg'urlarningki hozirgi kompyuter yozig'imiz bor, koni yozig'imiz bor. Buni bolalarga ta'tilda o'rgatish, buni talaffuzni o'rgatish qilish orqali savodni chiqarg'ili bo'ladi. Bu mening tajribam hamda o'zimningki. Boshqa oilalar qanday qiladi, uni uqmayman. Shaxsan meningki o'zimning tajribam shu. Uyga kirgandan keyin bolalar mutlaq ona tilida so'zlash, ya'ni
televizordagi programlarni, ba'zi programlarni Uyg'ur tiliga tarjima qilish va shundaqli bularning ta'tilda Uyg'ur cho'chaklarini, Uyg'urlarningki hikoyalarini, Uyg'ur ya'ni bolalar asarlarini bularga o'qib berish orqali bularni qiziqtirib Uyg'ur tilini oilada saqlab qolsak, albatta tilimiz o'lmaydi deb o'ylayman. Bir akademik bir shaxsiyat bo'lib sifatingiz bilan albatta Turkiyadami nurg'unlagan o'quvchilarimiz o'qiyotdi. Oxirgi yillarda Misrda minglagan o'quvchilar turamay qaytib kelib, har qaysi universitetlarda o'qiyotdi. Siz Yaponiyaniki ma'rifini yaxshi tushunasiz. O'quvchilarimizga, yoshlarimizga qanday taklif, fikrlaringiz, nasihatlaringiz bor? Yaponiyaga taklif qilaman, o'qishni tavsiya qilamsiz. O'qish uchun qanday nimalar ketadi masalan? Albatta biz hozir Yaponiya, Turkiya orasida ilib berayotgan maktablardagi o'quvchi almashtirish programmamizda tabiiy fandagi o'quvchilarni, masalan Turkiyada o'qiyotgan magistrlik, doktorlik o'qiyotgan bolalarni o'qish mukofoti, Yaponiya tarafining o'qish mukofoti bilan bularni Yaponiyaga avatish shunday programmamiz bor. Bu programlarda masalan bizningki Çanakkale 18 Mart universitetida bir qism programmalarga masalan dengiz texnologiya, dengizchilik, kiyimchilik bu kasblarda Uyg'urlar bo'lgan bo'lsa, albatta bularningki Yaponiyaga berib o'qish fursati bo'ladi-da. Hozirgi vaqtning o'zida ya'ni Turkiyada yashayotgan va boshqa davlatlardan kelib bu yer o'qish fursatiga o'qiyotgan o'quvchilar har qaysi ya'ni o'zining qobiliyatiga yarasha kasb tanlab o'qiydi. Albatta bularningki ba'zilari Yaponiyaga berib, Yaponiyada o'qishni orzu qilsa, o'ziga muvofiq kasblar bo'lsa, buningga biz Yaponiyadagi yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlar shundaqla miyada qo'limizdan kelishicha yordamda qilamiz. Ammo bulardan kuchliligimiz, bularda kuchli bir g'ayrat, jasorat bo'lishi, iroda bo'lishi kerak. Yaponiya Yevropa emas. Yaponiya boshqa davlatdek undaq yashash sharoiti undaq qulay emas. Yaponliklar ya'ni bizningki jamoatimiz nihoyat biladi, chidamlik, irodalik, ya'ni dunyoning boshqa yerlaridan favqulodda g'ayrat, jasorat bilan emgak qiladigan millat. Ve şundaqlı şu yerdə yaşayotgan chet elliklarning shundaq ishlashini kutdi. Shuning Yaponiyada yenidan o'qishga borgan o'quvchilarimiz bir mezgil til o'tkili, madaniyat jihatdagi, ya'ni turmush urf-odat jihatdagi qiyinchiliklarni yengib olsa, uningdan keyin bular tabiiy fan sohasida nurg'unlagan yaxshi kasblar bor. Bu kasblarda o'rganib, ya'ni Yaponiyada yashash, Yaponiyaga yerlashish va yoki Yevropa va Amerikaga berib doktorluğunu o'qish fursatiga ega bo'ldi deyman. Shuningdek yoshlarningki o'z kasbida, har kim o'z kasbida nihoyat kuchli iroda bilan tirishib, chet el tillarini pishiq o'rganib, ya'ni g'oyalik bo'lib, yolg'iz o'zim uchun emas, Sharq Turkiston uchun, Sharq Turkistonning kelajagi uchun Cenab-ı Allah ulug'dir, buyukdir. Sharq Turkiston ayati mustaqil bo'lib qolsa, men Sharq Turkistonga berib, nima xizmat qilib bera olaman xalqimga degan ideya bilan, ya'ni bular o'ziga bir kuchli iroda. Sharq Turkiston Cumhuriyeti'ne iborat shunday bir cumhuriyet qurilsa, men shu yerda bir parcha kesak bo'lib, xalqimga nima qilib bera olaman degan tushuncha bilan o'qisa, albatta Yaponiyada o'qish fursatiga ega bo'la oladi deyman. Chunki Yaponiyada bizning ko'plagan qarindoshlarimiz bor, ular yordam qiladi. Hatto bizning Yaponiyaga kelib yerlashgan va boshqa davlatlarda turish fursatiga ega bo'lmagan qarindoshlarimiz keldi. Shu qarindoshlarimizga Yaponiyada yashayotgan Uyg'urlar ya'ni bag'rini ichib, qo'lidan kelishicha yordam qilyotdi. Yaponiyada yashayotgan Uyg'urlarningki, ya'ni ma'vo tarbiya jihatdagi, bilim jihatdagi sifati boshqa davlatlarda yashayotgan Uyg'urlardan favqulodda yuqori. Chunki u yerda Yaponiyada dastlabda kelib, u yerda qarishga qilib bo'lmaydi, u yerda yerlashga bo'lmaydi. U yerga kelgan Uyg'urlarning 99% o'qish sababi bilan kelgan. Ko'pincha oliy maktabni tugatib magistrlik o'qigan, yuqori ma'lumotli yoshlarimiz bor, yuqori ma'lumotli olimlarimiz bor. Yaponiyada nurg'unlagan hozir sohalarda bizning asha tug'ilgan yoshlarimiz yetishib chiqdi. Ular albatta o'zlari bir Sharq Turkistonlik bo'lganligi uchun Yaponiyada yashashni xohlagan, Yaponiyada o'qishni xohlagan har bir Sharq Turkistonlik yoshlarga bag'rini ochdi va quchoqlab so'ydi deb o'ylayman. Ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, program vaqtimiz biroz eshib ketdi, ammo buncha qimmatli mehmonimizni topgan vaqtimizda odamning suhbat qilg'isi kelib, ya'ni savol so'rag'isi kelib, qo'yib bergisi kelmaydigan odamning programmani inshaalloh savollarni parchalagan shaklda, qisqa shaklda tarqatamiz. Shunga yana kirsam ustoz, Xitoyning bugungi siz bir ziyoli bo'lish sifatingiz bilan
Xitoyning bugungi inson aqli tasavvur qiluvsiz darajadagi saranglarcha elib berayotgan ijroatlarga qanday bo'lib keldi bu Xitoy? Nimani maqsad qilyotdi? Hech qanday xuddi bu Xitoyning hozir qarasak ahvol qilayotgan ijroatlari. Xitoyda bir aqliga suyuqdek bir tuyg'uga keldi inson. Na siyosatchisi, na akademiklarning ichida. Siz bir ziyoli bo'lsangiz qanday diagnoz qo'yasiz Xitoyning degan vatanimizga elib berib? Ya'ni Xitoy millati Junhua Minguo qurilgandan tortib, Xitoylar 1000 yillik Manjularni ag'dirib, Manju hokimiyatini ag'dirib, Junhua Minguo qurilgan vaqtning o'zidami? Junhua Minguoning qurg'uvchisi bo'lgan Sung Jun-san deydi, Sung Yat-sen deydi inglizcha. Sung Jun-sanning o'zimi eng ashaddiy Xitoy millatchisi. Sung Jun-san o'zi Yaponiyada ta'lim olgan. Sung Jun-sanning asarlaridagi o'ttirib qo'yilgan, ya'ni Junhua Minguo qurilganda o'ttirib qo'yilgan ta'limotlarning hammasi Xitoy millatchilik ideyasiga vakillik qiladigan ideyadir. Bu ideyalar Xitoyningki falsafasi, Xitoy ideologiyasining otasi bo'lgan Kungzi zamonasidan davomlashib kelayotgan ideya. Xitoy millati o'ziga o'xshamagan, o'ziga moyil bo'lmagan Xitoy millatidan boshqa millatlarning hammasini o'ziga dushman, raqib deb qaraydi. Masalan, Kungzining ta'limotlarida farqning o'zi dushmanlashish. Buni kommunistlar bilan xos qilamdiq yoki demokratist bilan butun Xitoylarni o'xshash deb qaramoq. Xitoyning demokratisi bo'lsin. Masalan, Xitoyning eng demokratisi bo'lgan Junhua Minguo zamonisidagi chet elda ta'lim olgan Sung Jun-san zamonasidan tortib qarangsiz. Xitoyning millatchilik ideyasi bu Sung Jun-san zamonasidan emas, tarixiy necha ming yillik tarixiga. Kungzi zamonasidan davomlashib kelayotgan bu tarixiy o'chmanlik. O'ziga o'xshamagan millat, yat millatning hammasini dushman deb qaraydi. Bu tarixiy takrorlanish Xitoyning bu ideyasi hozirgacha rivojlanib kelganligi uchun Xitoy o'zida besilingan Junhua Minguo qurilgan vaqtida Sung Jun-sanning o'ttirib qo'ygan ta'limotlari har qaysi millatlarga o'ziga o'rlik beramiz, har qaysi millatlarning zamin bütünligini hurmat qilamiz degan ta'limotlarning hech qaysi amalga oshmadi. 49 yilda qurilgan Xitoyning kommunistlardan ki başlamchisi bo'lgan Mao Zedongning qurilgan avtonomiya degan u boshqa davlatlardagi avtonomiya, xalqaro avtonomiyadagi deyilayotgan avtonomiya emas, u Xitoycha avtonomiya. Bu avtonomiyadami Xitoydagi oz sonli millatlar hech qanday naf ololmadi. Bu faqat oz sonli millatlarni aldash, oz sonli millatlarni osmonasiya qilishning siyosiy taktikasi bo'lganligi uchun Xitoy buni paydin-pay o'xshamagan siyosiy harakatlarni ilib berib, masalan, Uyg'ur xalqini o'ltirish, nopusini azaytish, bularni osmonasiya qilish siyosatini olib Endi 2013-yildan tortib Xitoyningki bir balvoq bir yo'l siyosat o'ttirib chiqqandan keyin Xitoy bu strategiyasini amalga oshirish uchun O'rta Osiyodan Yevropaga kirish uchun birdan-bir Sharq Turkiston tuprog'idan o'tish kerak. Sharq Turkiston xalqini tarixiy dushman, ya'ni o'zidan zamin talashayotgan, o'zining jumhuriyatini asliga keltirishga kuchayotgan bu Uyg'urlarning jasoratini Xitoy biladi. Bularni talto'kis yiltizini yo'qotib o'tib, bir balvoq bir yo'l siyosatini xotirjam elib berish uchun, bu tuproqni o'zininki ayrilmas bir qismi saqlab qolish uchun Uyg'urlarga ashaddiy, ya'ni bostirish siyosatini elib bordi. Chunki Xitoyning bunday elib berishga sabab o'zining iqtisodining o'sishi, o'zininki ya'ni kuchining eshishiga ergishib xalqarodagi o'rni nurg'ulg'an namrat 3-el davlatlarni setib olish, bu davlatlarni o'ziga moyil qilish orqali xalqaro kuchini ko'rsatish orqali bularni bostirish siyosatini kuchaysakmi xalqaro buning parvo qilmaydi degan fuqarolik uchun Xitoy bostirishni oshiribmoqda. Masalan, Xitoyda yashayotgan 56 millatdan qaysi millat qoldi hozir? Manjularni pak tugitib bo'ldi, Mo'ng'ollarni tugitib bo'ldi, Miyaozu qolgan osonliq millatlarning hammasini tugitib bo'ldi. Xitoyning ko'ziga maqbob tiqilayotgan ikkili millat bor. Birisi Tibet, birisi Uyg'ur. Bularni saqlayotgan bir kuch bor. Bu kuch tavranmas diniy e'tiqod. Uyg'urlardagi kuchlik bir iymon. Bundan iborat bu kuchlik iymonni sustlashtirib, bu tuproqning sohiblarini o'ltirishni tezlashga sabab Xitoy bu zaminninki boyligini biladi, bu zaminninki jo'grafiyalik afzalligini biladi. Bu zamindagi xalqlarninki, ya'ni mustaqillik uchun, jumhuriyatni asliga keltirish uchun mücadele qilayotganligini, shundaqla chet eldagi Sharq Turkistonliklarning vatanni asliga keltirish uchun ilib berayotgan mücadelesini tushunganligi uchun bu yerda bizga bo'lgan bostirishni texnik oshirib bordi.
Chunki Xitoy xalqarodagi vaziyatni tushunib, o'zining xalqaro kuchi to'nib yetdi. Men bularni bostirsammi, xalqaro sukut holati turdi-ku. Xalqaro aralashmaydi degan nuqtani tushunganlik uchun bizga bo'lgan bostirishni kuchaytirdi. Endi bu bostirishning kuchayishiga sabab nima? Xitoy bir balvoq bir yo'l strategiyasini amalga oshirish. Bu strategiyasininki xotirjam elib berilish uchun birdan-bir putlashayotgan millat Uyg'ur ekanligini to'nib yetganligi uchun Uyg'urni o'ziga dushman qilib, hozir Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish, madaniyat qirg'inchiligi degan nuqtalarni o'tib ketdi. Uyg'urlarni ochiq oshkora tub yiltizini o'ltirish bosqichiga keldi. Hozir biz 3 million va ba'zida 5 million Uyg'ur lagerda deymiz. Bu Uyg'urlarning qanchiligi sog', qanchiligi o'ltirilgan, biz ammo buni bilmaymiz. Va bundan keyin bostirishlarda Uyg'urlar qanday, ya'ni o'lim girdoblar keladi, buni Janob Allohdan boshqasi bilmaydi. Xitoyning bu darajada vahshiylikning o'zi Shi Jinpingning dadasi Wang Jing zamonasida Wang Jingdan keyin kelib Sharq Turkistonda qirg'inchilik qilib qolgan Xitoy katavashlaridan biri. U dadasining idisiga va shundaqla Kungzi idisiga, millatchilik Xitoy millatining idisiga varislik qilish uchun buni kuchaytirib eng yuqori pallaga oldi. Hozir eng yuqori pallaga keldi. Endi buni davomlashtirishning o'zi, masalan, bu Xitoy siyosati o'zgarib qolamdikan, Xitoy bir g'arbdagi yoki Amerikadagi bir demokratlashishni xohlaydigan, ya demokratlashishmi osonlik millatlarga o'zining besilgan tuproqlardagi xalqlarga mustaqilligini bergan undaq millat emas. Xitoy demokratiyasi bo'lsin, Xitoy kommunistlari bo'lsin va yoki boshqa Xitoy bo'lsin, Xitoy millatli bo'ladi ekan, har qanday millatni osmonasiga tushirishni o'ylaydi. Qiyniga singib ketgan. Masalan, ayni vaqtda Xitoy tuproqlarida qolgan Yahudilar bu proyektlarni ishlash uchun Tayfunda Shanxayda qolib qolgan, Shanxayda qolib qolgan Yahudilarni asliga keltirish uchun qancha kuch chiqadi. U Yahudilar hammasi osmonasiga o'tib ketdi. Xitoyning bu madaniyat, millat osmonasiga qilishda tarixiy tajribasi bo'lganligi uchun buni davomlashtirib kelyapti. 56 millatning qolganlari yo'q bo'ldi. Hozir Tibet Uyg'urlar qoldi. Ishki Mo'ng'ullarning nüfus soni qanchalik? Bu ham 3% hozir saqlanayotgan. Tili hammasi yo'q bo'ldi. Shuningga bu qadamini tiziltib, Uyg'ur millatini bu yerda qirg'inchilik qilib berib, Sharq Turkiston tuprog'ini o'zining zimin tarkibidagi xotirjam bir makon qilish uchun bizga bo'lgan bostirishni elib beryapti. Ammo bizga bo'lgan bostirishni elib berish orqali Xitoy o'zining ojizligini ko'rsatyapti. Ya'ni o'zi shundoq bir kuchli davlat bo'lsa-mu, 25 million 30 million bo'lgan Uyg'urning mujodilasini qo'qotishning o'zi, ya'ni bu zaminning mustaqilligining asliga qilishning, andish qilishning o'zi Xitoyning ojizligidan bir deb qarayman. Xo'sh. To'g'ri. Oxirdamda bir savol bilan tugatsak, nurg'unlagan bugungi ahvolimizga kelib qilishimizdagi sabab shu ochiq bo'lsin bu savolimda shu millatning ichidagi millatni yetaklovchi ziyolilarningki va diniy olimlarimizningki ba'zi bir deyiladi hammasi emas, chunki nurg'unlagan bu yo'lda minglagan olimlarimiz qurbon bo'lib shahid bo'ldi emas. Shularningki xalqni yaxshi yetaklamaganligi, tajovuzchiga, zolimga bo'ysunganligi yoki o'zining jinidan ansirab, ya'ni dadil xalqni yetaklab to'g'ri yo'lga yetaklamaganligi uchun bugungi kuni keldi degan bu fikrni so'zlovchilarga qanday qaraysiz? Bizning ishimizni ziyolilar nurg'undirmasanga, men bu fikrga qo'shilmayman. Ilgariki liderlar bizni yaxshi yetaklamagan desak, biz ularga tuzkorlik qilgan bo'lamiz. Sharq Turkiston davosidagi buyuk liderlardan Temur Xalpa, G'ojiniyaz Hojin, Sobit Damullan, Mahmud Muhiti va uningdan keyingi bizningki 44-yilda qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatiga Ahmadjon Qosim Alixon To'ra degan rahbarlarimizga Alloh rozi bo'lsin va yaqinqi zamondagi Muhammad Emin Bo'g'ra, Aysa Yusuf Olibbekin bulardan Alloh rozi bo'lsin. Bular yetakladi. Bular qo'lidan kelishini qildi. Shu vaqtdagi dunyo vaziyati, dunyoning siyosati, buyuk o'yinlarningki oqibati shundoq bo'lganligi uchun biz tuproqni topqizib qo'yib, Xitoyning mustamlika bo'lishiga sababchi bo'ldi deb qarayman. Bu shu vaqtdagi doilaning xatoligi emas. Uyg'urlar tarixi shundoq qarasangiz, Sharq Turkiston tarixiga. Sharq Turkiston tarixida Uyg'urlar urushlarda Xitoyga
Xitoy tarafidan mag'lub qilingan emas. Biz urushda tariximizda Xitoyga mag'lub bo'lgan millat emas. Biz faqat Sharq Turkiston masalasida büyük oyunlarning, cho'ng davlatlarning o'zaro bizni setib o'tishi orqali mustamlikaga uchragan. Biz urushlarda mag'lub bo'lgan bir millat emas. Urushdagi jangovarlarimiz hammani bilganligi uchun Xitoy hozir bizni bostirishni kuchaytiryapti. Biz faqat xalqarodagi büyük oyunlarning sababidan biz Xitoyning mustamlikasiga sababchi bo'ldik deb qarayman. Ammo shu masalada albatta dahilarimizga nisbatan ko'pincha xalqimiz ularni rahmat bilan zikr qilishdan boshqa narsani anglamaymiz hamda. Ham shunday qilishimiz kerak. Ammo lekin bugungi shu oxirgi yillarda nurg'unlagan ziyolilarimiz, yozuvchilarimiz, doktorlarimiz yetishib chiqdi. Xitoy biroz siyosatni qo'yib o'tgan 80dan keyin deydi. Nima uchun deydi-ki, mesela nima uchun mesela Ilhom To'xtidek mesela Xitoy tadrijiy holatda tilimizni maktabdan yig'ishtirib, bag'an siri siqayotgan vaqtlarda yeni yozuvchilarimiz shularning yozgan kitobini o'qiydigan bir avlod bo'lish kerak bu vatanda. Albatta. Shunday darajada cheklasimi, nima uchun Ilhom To'xtiga o'xshash qalam Ilhom To'xti nima uchun yolg'iz qoldi vatanda? Shu yozuvchilar nima uchun dadil o'tirg'a chiqib qilayotgan Xitoyning qilayotgan ishlarning xato ekanligini, hech bo'lmasa Xitoyning qonunini dalil qilib turib bo'lsa-mu dadil yozolmaydi, so'zlayolmaydi. Dal aksicha Xitoyning qilayotgan elib berayotgan siyosatlarga bosh egib, to'g'ri deb qarab, uning har xil sharhlab, uni millatga xultishga sabab bo'lib, millatning uxlashiga, uyg'onishiga sabab bo'lmaganligi uchun bugungi bu ishni ahvol keldik deganlar fikrga qarab. Ha, bu sizning fikringizni men toza qabul qilmayman. Uyg'ur ziyolilari, Uyg'ur yozuvchilari, shoirlari, Uyg'ur ziyolilar qatlami Sharq Turkiston tuprog'ida o'zining mustaqilligi, xalqni uyg'otish uchun nayt ko'p harakatlarni qildi va badallarni to'ladi. Masalan, yaqinqi zamon tariximizga qaraydigan bo'lsak, Abdurim Telashib O'tkir o'zining uyg'ongan zamin iz nomli romani va nurg'unlagan nadir she'rlar orqali xalqni uyg'otishga sababchi bo'ldi. Turg'un Almasdan iborat buyuk bir tarix olimimiz Uyg'urning 5000 yillik tarixini tunji qitim yotib beradi. Uningdan boshqa yaqinda qurilgan 44-yilda qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining tarixiy orqa ko'rinishini gavdlantirib, bu tarixlarning qanday bo'lganligini söyimli yozuvchimiz Zordin Sabir Ana yurt romanida tasvirlab berdi. Uningdan boshqa 33-yilda qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati haqidagi, ya'ni Abdurim O'tkirning romanlari va boshqa romanlar bularni gavdlantirib berdi. Bu asarlarning barliq kelishining o'zi xalqni rag'batlantirish, xalqning o'zining tortib olingan jumhuriyatini asliga keltirish uchun uyg'otish qo'shgan to'hfalari. Uningdan boshqa yaqingi zamonga qaraydigan bo'lsak, bir turkum yosh jangovar ziyolilar bor. Abduqodir Jaloliddin, Yalqur Ro'zi qatorliqlar. Bularning asarlari, fikrlarini ko'rsangiz, xalqni uyg'otish, vatanparvarlik tuyg'usi, tarixni aslatish, shu nuqtalardan bo'ldi. Sharq Turkiston tuprog'ida yashayotgan 99% Uyg'ur o'zining mustaqilligini xohlaydigan, o'zining zaminiga o'zi ega bo'lishni xohlaydigan shunday bir vatanparvarlik, ya'ni ideya shakllangan Uyg'urlar deb qaraladi. Faqat 1% Xitoyning yuqori imtiyozlariga erishgan, o'zining nafsini kechirmagan amaldorlar bu Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishini uni xohlamaydi. Ammo Sharq Turkistonninki uyg'onishi, Sharq Turkiston Jumhuriyatini asliga keltirish uchun ziyolilar Sharq Turkistondagi 49-yildan tortib hozirgacha badal to'lab kelyapti. Badal to'lab kelyapti. Bu qatimqi lager kirgan so'langan ziyolilarni qarang. 49dan ilgariki Abduxoliq Uyg'urni qarang. Gomindang zamonasidagi Lutfullah Mutallib. Bularning hammasi ziyoli. Bular hammasi xalqni uyg'otish, xalqni yetaklash, o'z tuproqlariga o'zi ega bo'lish, Sharq Turkiston Jumhuriyatini asliga keltirish uchun kuch qo'shgan ziyolilar. Az bir qism ziyolilarni hisob qilmaganda Sharq Turkiston tuproqlaridagi ziyolilar ta o'zining oxirgi nafsigacha Sharq Turkistonning mustaqilligi Jumhuriyatini asliga keltirish uchun kurash qilgan jangovar jangchilar